Men hisoblaymanki, jahon chempionatining eng katta o'g'irligi bu Rodri jahon chempionati oltin to'pini yutganidir. Lionel Messi va Kylian Mbappe bu sovringa ko'proq o'rindor edi. Keling bitta statistikani ko'rib chiqamiz. Gollar nisbati Lionel Messida 8 ta, Kylian Mbappe'da 10 ta, Rodri'da 0 ta. Assistlar esa Lionel Messida 4 ta, Kylian Mbappe'da 4 ta, Rodri'da nechta? To'g'ri, 0 ta. O'yinning eng zo'r futbolchisi esa Messida 6 marotaba, Kylian Mbappe'da 4 marotaba, Rodri'da esa to'g'ri 0 ta. Jahon chempionatida o'rtacha reytingga kelsak, Lionel Messida 848, Kylian Mbappe'da 849, Rodri'da esa 786. Paslar to'g'riligi bo'yicha Lionel Messi 80%, Kylian Mbappe 86%, Rodri esa 93%. Faqatgina shu statistikada Rodri ustunlik qilyapti. Yakunlangan driblingga kelsak, Lionel Messi 34 marotaba, Kylian Mbappe 16 marotaba va Rodri atiga 3 marotaba driblingini omadli yakunlagan. Xavfli vaziyatlar yaratishga kelsak, Lionel Messi 16 marotaba, Kylian Mbappe 2 marotaba va Rodri to'ppa-to'g'ri 0 marotaba xavfli vaziyat yaratgan. Mana bu statistikani o'zingiz ko'rib turibsiz. Nima deb o'ylaysiz? Jahon chempionati oltin to'pisi adolatli berildimi? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa like bosish va obuna bo'lish esdan chiqmasin.